Assalomu alaykum. Bugun Omon School'ning 21-asr ko'nikmalari loyihasining 3-darsimiz. Bu darsimiz notiqlik va taqdimot qilish ko'nikmalariga bag'ishlanadi. Chunki ushbu ko'nikmalar farzandingizni yoki o'zingiz uchun ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zingizning kelajagingizda muvaffaqiyat uchun judayam muhim va katta rol o'ynaydi. Bugungi darsimizni qisqacha rejasi bilan tanishadigan bo'lsak, boshida o'zi oratorlik qobiliyati nega kerakligi haqida gaplashamiz. Keyin hayotda uning qo'llanilishi, ya'ni qanday holatlarda u sizga kerak bo'ladi, bu oratorlik va taqdimot qilish qobiliyatini shakllantirish uchun asosiy ko'nikmalar qanday va albatta oxirida sizlar bilan bu mavzuni yakunlaymiz. Xo'sh, birinchi savol albatta, nega taqdimot qilish va notiqlik bo'yicha meni fikrimni eshitishingiz kerak? Bunda o'zim haqida ozgina tushuncha berib o'tsam, men O'zbekiston bo'ylab va chet elda 150-200 kishilik zallarda trening seminarlar o'tkazganman, nutqlar gapirganman. Chet elda, masalan, Vengriyada elchilar va vazirlar bilan birgalikda 200 kishilik guruhlar oldida o'z nutqimizni tushuntirishni uddalaganmiz. Shu sababli ushbu mavzuda fikr bildira olaman degan umiddaman. Bundan tashqari, AQShda FBLA, ya'ni Future Business Leaders of America tashkilotining notiqlik san'ati bo'yicha o'tkazgan tanlovda eng rasmiy nutq nominatsiyasi bo'yicha g'olib bo'lganman. Bu yerda albatta til baryeri bor edi. Ya'ni u paytda mening ingliz tilim hozirgidek zo'r bo'lmasligi mumkin edi. Lekin notiqlikning boshqa faktorlari, yaxshi chiqishi uchun kerak bo'lgan ta'sir qiladigan boshqa faktorlari sababli biz g'olib bo'lishni uddaladik. Oratorlik, ya'ni guruh oldida gapirish qobiliyati va prezentatsiya qilish aslida nimaga kerak? Shu savoldan boshlasak. Katta ko'pchilik bunday qobiliyat tor doiradagi odamlarga kerak deb hisoblaydi. Masalan, o'qituvchilik, chunki ular seminar qilishlari kerak, klass oldida dars o'tishlari kerak, yoki jurnalistika, chunki ular kamera oldida gapirish va o'zlarini tanishtirish yoki reportyorlik bilan shug'ullanadilar. Keyin siyosatchilar albatta. Siyosatchilar chunki xalq oldida o'zlarini gapirishni bilishlari kerak. Lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, sizning hayotdagi muvaffaqiyatingiz ushbu 3 sohada kerak bo'ladigan ko'nikmalar, ya'ni odamlarga o'z fikringizni tushuntirib berishingiz, o'qituvchilik, yoki kamera oldida gapirishingiz 21-asrda yoki jurnalistika va siyosatchilardek xalq oldida o'z shaxsiy brendingizni ko'rsatishingiz, bu sizning qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar muvaffaqiyatingizning kaliti bo'la oladi. Masalan, oddiy nimadan boshlasak, ya'ni qadimda lordlar davlat boshida bo'lgan, keyin Gretsiya lord bo'lmagan shaxslarning senatorlikka yoki siyosatga chiqishiga birinchi namunalar bo'lgan. Bu yerda ular asosiy o'zlarining notiqlik qobiliyati orqali, ya'ni bu yerda storytelling deb aytiladi, ya'ni xalqqa yoki boshqalarga ular turli xil hikoyalar orqali, vaziyatni tushuntirishlar orqali fikrlariga ta'sir qilishni uddalaganlar. Bu notiqlik inson hayotida muvaffaqiyat garovi bo'lgan tarixdagi birinchi davlat va birinchi sivilizatsiya bo'lgan deb ayta olamiz. Inson aytayotgan gapi uni qanday aytayotganligiga qaraganda muhimroq deb qaraladi. Masalan, Adolf Gitlerni oling. U Germaniya tepasiga kelishida asosiy sabablardan biri uning oratorlik qobiliyati. U yaxshi gap aytmagan, ya'ni u katta ko'pchiliklarni qirishni va urush boshlashni aytgan. Lekin shu narsani u judayam energichniy aytganligi sababli o'z xalqi va safdoshlari orasida e'tibor qozona olgan. Qadimgi Gretsiya va Gitler to'g'ri tarixdan namuna, lekin yaqindagi voqealarni olsak, AQSh saylovlaridan misol qilib oladigan bo'lsak, hozir ham baland, kuchli ishonch bilan gapiradigan shaxslar sekin gapiradigan shaxslarga qaraganda e'tiborni kuchliroq oladi va o'zida ishonch hosil qiladi. Masalan, Tramp va Baydenni olishimiz mumkin. Tramp kuchli baqiradi, to'g'ri, uning nutq qobiliyati, tanlaydigan so'zlari, leksikasi zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin u kuch bilan gapiryapti. Oratorlik qobiliyati kuchli. Bayden esa juda ham sekin gapiryapti. Shu sababli natijani o'zingiz bilasiz. Tramp avtomatik Baydenni yutdi. Ish joyini oladigan bo'lsak, masalan, o'zingizni ish joyingizda e'tibor bering. U yerda juda ham past ovozda gapiradigan, ko'pchilik oldida suhbatlashib bilmaydigan shaxslarni yuqori lavozimga qo'yishganmi? E'tibor bering shu narsani. Albatta, katta ehtimollik bilan yo'q.
Chunki inson o'zini gapirayotgan paytida baland ovozda chiqib gapirsa, bu shaxsiy prezentatsiya hisoblanadi. O'zini boshqalarga prezentatsiya qilyapti. Bu ishonchni bildiradi. Odam o'ziga ishonchi bor, aytayotgan gapiga ishonchi bor. Bu boshqalarni tinglashga ham majbur qiladi. Ya'ni siz sekin gaplasangiz, yaxshi gapni aytayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin sizni eshitmasalar baribir e'tibor ortida qolib ketasiz. Baland ovozda gapiradigan shaxslar doim boshqalar e'tiborida bo'ladi. Repetitorlikni olaylik. Masalan, siz o'zingizni repetitor tanishlaringiz bo'lsa kerak. Baland ovozda dars o'tadigan repetitorlarni o'quvchilar soni juda ham past ovozda dars o'tadigan o'qituvchilardan ko'p bo'ladi. Ya'ni ovoz ham o'quvchi, ya'ni primoy jihatdan biznesiga pul topishga ta'sir qilyapti. Guruh suhbatlariga e'tibor bering. Bu sinfdoshlaringiz bo'lishi mumkin, ishdagilar yoki boshqa do'stlaringiz bilan guruh bo'lib suhbatlashishingizga e'tibor berib qarab o'tiring. Ko'pchilik holatlarda 30% odam, 10 odam bo'ladigan bo'lsa, shundan 3 tasi 70% suhbatni olib boradi. Ya'ni o'sha 30% odam e'tibor markazida bo'ladi, katta ko'pchilikni og'ziga qaratib o'tiradi desak bo'ladi. Bu ularni ta'sir qobiliyatini ham oshiradi. E'tibor bersangiz, o'sha baland ovozda gapiradigan, doim hammaga o'rtaga chiqib gap oladigan odamlar ko'pchilik qarorlarni qabul qilishadi. Ya'ni ularni qayerga borish haqidagi qarorlar, nima qilish haqidagi qarorlar, hatto nima yeyish haqidagi qarorlari ham umumiy guruhda doimiy inobatga olinadi. Ya'ni masalan, siz kafega boradigan bo'lsangiz, o'sha 30% odam tanlagan narsa ko'pchilik holatlarda guruh tomonidan yeyiladi. Siz o'zingizni guruhda qanday taqdimot qilishingiz juda ham muhim. Endi qarang, siz hozirgi kunda guruh oldida menga taqdimot qilishim, nima yeyishim unchalik muhim emas deb hisoblashingiz mumkin, lekin aslida muhim. Hozirda bundan tashqari siz ijtimoiy tarmoqlarni o'pish oladigan bo'lsangiz, o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram guruhlaringiz bo'lishi mumkin, Instagramdagi podpischiklaringiz bo'lishi mumkin, o'shani ham guruh deb qarasak bo'ladi. Va o'sha guruhda sizning aktivligingiz sizning shaxsiy brendingizning rivojlanishi va biznesingizning reklama qilishi uchun ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Xo'sh, endi notiqlik va taqdimot qilish qobiliyati nega kerak degan savolga javob berdik. Ya'ni men keltirgan misollar bular bir necha misol, bunda ham ancha ko'p bo'ladi. Sizni ishonchim komilki, siz ushbu prezentatsiyani ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zingiz ham hayotda u juda ham muhim ekanligini bilasiz. Endi o'sha ko'nikmalarni rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak degan savolni kamrab olsak. Demak, eng birinchisi aniq va ravon gapirish. Ya'ni gaplarni tiniq aytib o'tishingiz. Ikkinchisi ko'z bilan aloqa qilish. Ya'ni siz suhbatdoshlaringizga yoki auditoriyangizga ko'zingizni tiniq, aniq va qarab ola olishingiz. Keyingi muhim 3 ta ko'nikma bu tana tildan to'g'ri foydalanishingiz, o'zingizni qanday tutishingiz, albatta qo'llaringizni, tanangizni, oyog'ingizni harakatlanishi. Keyin nutqingizni tuzilishi, ya'ni qanday boshlayapsiz, o'rtada qanday so'zlarni ishlatyapsiz, qanday yakunlayapsiz, emotsiyalarga ta'sir qilyapsizmi va hokazo. Keyingisi albatta tinglovchini e'tiborini jalb qilish va uni ushlab turish. Aniq va ravon gapirish haqida so'z ketganda Martin Luther King eslanadi ko'pchilik holatda. Martin Luther King AQShda qora tanlilar huquqlari uchun kurashgan shaxs. U bunday kurashni nutq orqali amalga oshirgan. U auditoriyadan kelib chiqqan holatda har bir so'zlarga qayerda urg'u berish kerak ekanligini, qaysi so'zni yetib borish kerak ekanligiga doim e'tibor bergan. U hech qachon tez gapirmagan. Doim aniq, ravonlikka urg'u bergan. Keling, uni nutqidan bitta namunani eshitib ko'ramiz. This is the most important and crucial period of your lives, for what you do now and what you decide now at this age may well determine which way your life shall go. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. And I want to suggest hech e'tibor berganmisiz? Masalan, biror bir narsa salgina tushunarsizroq bo'lsa, u siz uchun qiziqarsizga aylanib ketadi. Hatto salgina tushunarsiz bo'lsa ham. Shuning uchun siz gapirayotgan paytingizda so'zlarning tiniq va to'g'ri talaffuz qilinishi sizning nutqingiz auditoriyangizga yetib borishi va kuchli ta'sir qilishida juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu qanday qilinadi?
Bu albatta in your life's mashq orqali blueprint. qilinadi. Siz Number doim one in your life's nutqlarni blueprint qayta va should be qayta mashq qilishingiz kerak. a deep Hech e'tibor berganmisiz? belief Masalan, biror bir in your narsa own salgina dignity, tushunarsizroq your own bo'lsa, worth, u siz uchun and your own qiziqarsizga aylanib ketadi. Don't allow Siz hatto anybody to salgina make you tushunarsiz feel bo'lsa ham. Shuning that uchun you are siz nobody. gapirayotgan paytingizda Always so'zlarning feel that you tiniq count. va to'g'ri Always talaffuz feel that qilinishi you have sizning worth. nutqingiz And auditoriyangizga always feel that your yetib life borishi va kuchli ta'sir qilishida has juda ham ultimate muhim rol o'ynaydi. significance. Bu Secondly, qanday qilinadi? Bu albatta in your life's mashq orqali blueprint, qilinadi. Siz doim you must nutqlarni have qayta as va a basic qayta principle mashq the qilishingiz kerak. determination to achieve excellence. Hech e'tibor berganmisiz? Masalan, In biror bir narsa your salgina various tushunarsizroq fields of bo'lsa, u endeavor. siz uchun You're going to be qiziqarsizga deciding as the aylanib days and the ketadi. years Siz hatto unfold salgina what tushunarsiz you will bo'lsa do ham. in life. Shuning What your uchun life's work will siz be. gapirayotgan paytingizda Once you so'zlarning discover tiniq what it will va be, set to'g'ri out to do talaffuz it qilinishi and do it sizning well. nutqingiz Be a push if you can't be a auditoriyangizga tree. If you can't yetib be a borishi highway, va kuchli just be a ta'sir trail. qilishida If you can't juda be ham the muhim sun, rol be a o'ynaydi. star. Bu For it isn't by qanday size qilinadi? that you Bu fail or you albatta fail. Be mashq the orqali best of whatever qilinadi. you Siz are. doim nutqlarni qayta va qayta mashq qilishingiz kerak. Finally, in your life's Hech blueprint, e'tibor berganmisiz? Masalan, biror bir narsa salgina tushunarsizroq bo'lsa, u siz uchun qiziqarsizga aylanib ketadi. Siz hatto salgina tushunarsiz bo'lsa ham. love, Shuning uchun siz justice. gapirayotgan paytingizda Well, like for so'zlarning none of us tiniq has been va a crystal to'g'ri staff, talaffuz qilinishi we must sizning keep moving. nutqingiz We must keep auditoriyangizga If you can't yetib fly, borishi va kuchli ta'sir run. qilishida juda ham If you muhim can't rol run, o'ynaydi. walk. Bu qanday If you qilinadi? can't Bu walk, albatta crawl, mashq but orqali by all qilinadi. means, Siz keep doim moving. nutqlarni qayta va qayta mashq qilishingiz kerak. Hech e'tibor berganmisiz? Masalan, biror bir narsa salgina tushunarsizroq bo'lsa, u siz uchun qiziqarsizga aylanib ketadi. Siz hatto salgina tushunarsiz bo'lsa ham. Shuning uchun siz gapirayotgan paytingizda so'zlarning tiniq va to'g'ri talaffuz eng oddiy mashqlardan birisi bu zo'r chiqqan nutqlarni olib, uni takrorlashga harakat qilish. Endi siz qaysi tilni bilishingizdan kelib chiqqan holatda o'zingizga qiziqarli bo'lgan mavzuni tanlang. Ayol yoki erkakligidan kelib chiqib tanlang va shularni barchasidan kelib chiqib siz bitta nutqni tanlang. Bu hatto masalan kino yulduzlarining nutqlari bo'lishi mumkin. Masalan, Will Smithning Oscar nominatsiyasidagi nutqidan olishingiz mumkin. Siz o'sha nutqni olasiz va qiziqarli o'zingizga qiziqarli bo'lgan mavzuni tanlaysiz va uni bir necha marta ko'rib chiqishingiz kerak. Ikkinchi muhim narsa tayyorgarlik jarayonida bu o'zingizga yetarlicha vaqt berishingiz kerak. Ya'ni ko'pchilik deadline qo'yadi. Xo'sh, mana ota-onalar ham ba'zida o'quvchilarga, endi o'qituvchilar o'quvchilarga demoqchi edim, yoki ota-onalar farzandlariga shunday deadline'lar qo'yishadi. Masalan, mana bu videoni beradi-da, bo'ldi, ertaga taqdimot qilasan. Yo'q, bu haddan ortiq bosim bo'ladi va tayyorlanishga doim farzandingizga yetarlicha vaqt bering. U bosqichlarni ko'rib chiqsin, qanday harakatlarni qilganligini ko'rsin, videoni bir necha marta o'zi ko'rib chiqib, yolg'izlikda boshida mashq qilishni o'rgansin, aytib ko'rsin. Bir gapdan ketishi mumkin hatto. Bosim yetarlicha bo'lishi kerak, endi to'g'ri, lekin siz 1 oydan keyin, 1 yildan keyin desangiz albatta bola erkinlikka tushib qoladi, lekin ertaga demang. Ya'ni unga ozgina vaqt bering. Tayyorgarlik ko'rganidan so'ng bu albatta keyingi taqdimot. Xuddi o'sha nutqni qanday qilingan bo'lsa, iloji bo'lsa hatto kiyinishiga ham e'tibor berishni maslahat beraman. Ya'ni o'sha nutqni gapirayotgan shaxs qanday kiyingan bo'lsa, xuddi shunday kiyinsin va oila davrasida birinchi prezentatsiyasini qilsin. O'sha prezentatsiyadan so'ng u qanday chiqishidan qat'iy nazar, u yaxshimi, yomonmi, xato qildimi, qilmadimi, siz uni nishonlashingiz kerak. Unga birinchi olqishlar bo'ladi va qandaydir bir nishonlash protsessi bo'lsin. Uni muskamak qilib olishingiz mumkin. Juda ham yoshi kichkina bo'ladigan bo'lsa, agar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, biror narsa olib berishingiz mumkin. Yoki oilaviy restoranga borib bu narsani nishonlashingiz mumkin. Nishonlash eng muhim bosqichlardan birisi. Keyingi muhim narsa bu ko'z bilan aloqa qilish. Ko'z bilan aloqa qilish haqida gapirayotgan paytimizda Barack Obamani misol qilmoqchimiz. Bu AQShning sobiq prezidenti. U nutqlari o'ta xarizmatik deb qaraladi. Prezidentlikni yutishida o'sha nutqlarni ham roli katta. Agar uni hozir videosini ko'ramiz, o'sha videoni tomosha qilsangiz, u atrofidagilarga
judayam We ko'p didn't e'tibor start berganligini, ularning har with much tarafiga money or many birma-bir qarab, endorsements. iloji bo'lsa har Our bir campaign was shaxsga not qarashga harakat hatched qilishini in the ko'rishingiz halls of mumkin bo'ladi. Washington. Insonning It ko'ziga began qarab in the aytilgan backyards of gap Des Moines, ta'sir kuchi in the living oshadi. rooms of Congress, Odamlar in the front men porches odamlarning of ko'ziga qarasam Charleston. hayajonlanaman deyishlari It mumkin. was Endi built u by working praktika men and natijasi. women who Va dug vaqt into o'tishi what bilan little siz savings they had to odamlarning give ko'ziga $5, qarab turib ham $10, and qaramaslikni $20 olishingiz to the mumkin. Nima cause. demoqchiman? Ya'ni siz We prosta didn't start qarashni, prosta e'tibor much berish, money ya'ni or u many nutqingizning endorsements. bir bosqichi Our ekanligiga campaign o'rganib was not qolyapsiz. Xo'sh, hatched keling in the hozir halls Barak of Obamaning Washington. nutqidan bir lavha It ko'raylik. began in the back. We didn't start with much money or many endorsements. Our campaign was not hatched in the halls of Washington. It began in the backyards of Des Moines, in the living rooms of Concord, and the front porches of Charleston. It was built by working men and women who dug into what little savings they had to give $5 and $10 and $20 to the cause. We didn't start Ko'ryapsizki, with much money or many pauzalarga ham e'tibor endorsements. beryapti va Our campaign gapirayotgan was not paytida hatched in the halls o'ng, of o'rta, Washington. chap, uch tarafga It began ham in the backyards of e'tibor Des Moines, qaratgan. Faqat bir in the tarafga living qarab rooms of yoki faqat Concord, qog'ozga qarab and the front o'qish porches albatta of auditoriyaning Charleston. o'zidan uzoqlashishiga olib It was keladi. built by working men and women who dug into Ko'ryapsizki, what little savings they had pauzalarga to ham give e'tibor $5, beryapti va $10, and gapirayotgan $20 paytida to the o'ng, cause. o'rta, chap oilaviy taqdimot kechasini uyushtiring. Ya'ni siz oilada nechta shaxs bo'lishidan qat'iy nazar, bu kichik farzandlar bo'lishi mumkin, katta bobo-buvilar ham bo'lishi mumkin. Ularning barchasi qator bo'lib o'tirsin va farzandingiz nutq gapirishni o'rtada amalga oshirsin. Va unga topshiriq yagona nutqi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u barchaga ko'z bilan aloqa qilib gapirayotgan paytida har bir odamga, chunki u yerda sonlar chegaralangan bo'ladi, har bir odamga qarab chiqishini topshiring. Mavzu muhim emas. Asosiysi u o'rtada turib, ishonch bilan sizlarga qarab, nutqini yetirib berishi. Balkim bir narsa va'da berishingiz mumkin. Agar siz a, qandaydir o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz yoki yakshanba kuniga ularga bir narsa va'da bermoqchisiz va o'sha va'dangizni bajarishingiz uchun nutqini so'rashingiz mumkin. Masalan, baliqqa bormoqchisiz oldingizda, nega baliqqa borish kerak ekanligini o'rtada turib, nutq gapirib, barchaga qarab aytsa, uni olib borishni aytishingiz mumkin. Oddiy narsalardan ham. Omon School'da o'quv tizimi masalan shunga asoslangan, ya'ni ko'pchilik uyga vazifalar, prezentatsiya tayyorlash va uni himoya qilishga asoslangan. U an'anaviy konspekt qilishda ancha foydali. Chunki konspektni soxtalashtirsa bo'ladi. Siz ko'r-ko'rona biror narsani ko'chirib kelishingiz kerak. Lekin bir mavzuniga prezentatsiya tayyorlab turib, uni o'rtaga chiqarib gapirib bersangiz, bu nafaqat sizni nutq qobiliyatingizni oshiradi, balki o'sha mavzuni hatto yodlab aytib berayotgan bo'lsa-da, demak o'sha informatsiyani, o'sha ma'lumotni yodlab, ko'pchilik oldida chiqib aytayotgan bo'ladi. Shu sababli biz maktabda eng muhim uyga vazifalardan biri bu prezentatsiya tayyorlab, uni himoya qilish deb hisoblaymiz. Bu narsa deyarli barcha fanlarda qo'llaniladi. Nutq jarayonida qo'l va yuz ifodalaridan to'g'ri foydalanishni mashq qilishimiz kerak. Qaysi kiyimda bo'lishingiz, qayerda turishingiz, o'zingizni qanday tutishingiz, qo'lingizni qayerda tutasiz, bularning barchasi muhim. Va bu doimiy mashq orqali shakllanadi. Masalan, Angela Merkelni, Germaniyaning sobiq kanslerini jurnalistlarga berayotgan intervyularini YouTube'dan kuzatsangiz, u doim qo'llarini bir xil pozada saqlaydi. Bu o'ziga himoya holati deb aytsak bo'ladi. U shu narsaga odatlangan. Ya'ni risk qilmaydi. Agar doim har safar har xil qiladigan bo'lsa, u ba'zilarda yomonroq natija ko'rsatib qo'yishi mumkin bo'ladi. Masalan, Putinda ham, Vladimir Putinni, Rossiya prezidentini oladigan bo'lsak, u ko'pchilik holatlarda stolda o'tirgan holatda nutq gapiradi va qo'llar unda stolda turadi. U o'zi oldinga egilgan holatda gapiradi. Bu uning doimiy pozasi. O'sha pozada o'zini ishonchli his qiladi, risk qilmaydi. Qo'llarini qayergadir harakatlantirib qo'yish mumkin va bu kameraga tushib qolishi mumkin ekanligini biladi.
Shu sababli siz o'zingiz uchun doimiy poza shakllantirib olishingiz kerak. Agar siz nima qilayotganligingizni bilmasangiz, ko'pchilik holatlarda qo'llar har xil tarafga harakatlanishni boshlaydi, cho'ntakka qo'yiladi, ba'zilar hatto uni og'ziga tutib boshlaydi qo'llarini. Bu albatta muammo. Agar nima qilishni bilmasangiz, o'rtaga chiqqan paytingizda qo'lingizga qandaydir bir bloknot yoki ruchka olib chiqing. O'sha ikki qo'lingiz bilan o'shani ushlab turgan holatda tursangiz, bu sizni qo'llaringiz hech qayoqqa harakatlanmasligini ishonch hosil qilib turadi. Albatta, bu sizga qo'lingizni ochib yopishga ham imkon beradi. Ya'ni bir qo'lda bloknotni ushlagan holatda qo'lingizni ochib, biror narsani ko'rsatib, yana bloknotni bazaviy holatga qaytarish kerak. Bazaviy holatingiz ikki qo'l bilan bloknotni ushlab turish bo'ladi. Bu albatta bir misol, lekin siz o'zingiz uchun bitta pozani shakllantirishingiz kerak va o'sha pozani doimiy takrorlasangiz va barcha nutqlarda bir xil pozani saqlasangiz, hech qanday muammosiz doim takrorlash imkoniga ega bo'lasiz. Stiv Jobs Every once in a prezentatsiyalariga while, e'tibor beraylik. a U revolutionary o'zi uchun product stil comes yaratgan. along U jensi va that vodolazka. changes Bu everything. o'zini albatta sahnada And erkin tutishiga yordam bergan. Apple has been, Lekin ikkinchidan imij. well, first of all, Agar one's very inson fortunate kostyum to va get to work on galstuklarda just one of bo'lganida these o'zini in boshqacharoq your career. tutganda, avtomatik psixologik odam boshqacha tutadi. Siz Apple's been very o'zingiz fortunate. qulay his qiladigan va It's been qanday able to prezentatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, introduce shunga a few of mos these into imijingizni the world. yaratishingiz kerak. Endi body language'ni boshqa qismlariga o'taylik. Every once Ya'ni in a u while, masalan a revolutionary qo'llarni product kesib comes turmagan along hech qachon yoki that cho'ntagiga changes tiqib everything. qotib qolmagan, sahnaga sekin harakatlantirgan, bir joydan Apple ikkinchi has joyga been, asta o'tib, juda well, ham first tez of all, emas, one's very asta fortunate harakatlangan. if you get to work on Agar just biror one bir of these sonni ko'rsatmoqchi in your bo'lsa, 1 career. yoki 3 ni ko'rsatmoqchi bo'lsa, u doim kameraga Apple's qarab been very yoki sahnaga qarab fortunate. turib 3 deb It's been urg'u able beradigan to bo'ladi. Hayratlangan introduce a few of paytlarida these into the world. sahna pauzasi orqali sahna o'sha Every once in a hayratni yutib while, olishiga a revolutionary bergan. product comes along keyin ba'zi narsalarni that changes everything. xalq takrorlashiga ham And majbur qilgan. Apple has been, Kulchivoy well, first of iboralar, all, one's kulchivoy very so'zlarni fortunate aytayotgan if you get to paytida, work on masalan, just one of these bitta in your nimasida career. "This changes everything" deb inglizchalab aytgan. Apple's been very Ya'ni bu fortunate. ma'nosi It's bu been able hamma to narsani o'zgartiradi. Bu introduce hamma a few narsani of these degan into the paytda world. shu hamma deb shu o'sha sahnada o'tirgan odamlar ekanligiga urg'u Every berish once uchun in a qo'llar while, bilan aniq a sahnani ko'rsatadi. revolutionary product comes Keling along o'sha that nutqlardan changes bittasini namuna ko'raylik. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Stiv Jobsdan so'ng once in a while, umuman bu mahsulot revolutionary prezentatsiyalarida Apple'ning that aniq bir changes stili everything. yaratildi. Ya'ni Apple o'z And mahsulotlari prezentatsiyasini Apple shu has Stiv been, Jobs yaratib bergan well, first of yo'nalishda all, one's very davom fortunate ettiryapti. if you get to work on just one of these. Stiv Jobsdan in your so'ng umuman bu mahsulot Apple's been very prezentatsiyalarida fortunate. Apple'ning aniq bir It's been able stili to yaratildi. Ya'ni introduce a few of Apple these into o'z the world. mahsulotlari prezentatsiyasi body language'ni rivojlantirish uchun nimalarni mashq qilish kerak? Albatta, eng birinchisi bu o'z tanangizni, gavdangizni tik holatda ushlab turish bo'ladi. Keyingisi qo'llaringizni harakati. Qanday harakatlantirasiz? Oynada qarang, qayerda turyapti? Chiroyli ko'rinyaptimi? O'zingizga qulaymi? Uchinchisi, oynada o'zingizni kuzatayotgan paytingizda barcha narsaga e'tibor bering. Ya'ni kallangizni, ya'ni boshingizni qanday harakatlantiryapsiz? Ko'zingiz oldinga qarayaptimi yo yonboshga qarayapsizmi? Qanday gavdangizni yon tomondan turib gapirsangiz yaxshi, o'zingizga ishonchingiz ortadimi yoki to'g'ri turib gapirsangiz yaxshimi? Bu barchasi sizga mashq qilishga imkon beradi. Keyin albatta harakatlanish hududini mashq qilasiz. Masalan, TED nutqlariga e'tibor bersangiz, o'rtada qizil nima berilgan, gilamcha qo'yilgan bo'ladi va barcha gapiruvchilar o'sha gilamning ichida harakatlanadi. Siz qayerda nutq gapirishingizdan oldin sahnani doim ko'rib olishingiz kerak va sahnaga moslashishingiz kerak bo'ladi. Katta sahna bo'ladigan bo'lsa, demak, ma'lum bir bu yoqdan bu yoqqa harakatlanishingiz mumkin. Kichikroq sahna yoki podiumda turib gapirayotgan bo'lsangiz, unda siz ko'proq narsani tanani beldan yuqori harakatiga urg'u berishingizga to'g'ri keladi.
Nutqda keyingi muhim narsa bu nutqingizning tuzilishi. Siz yaratayotgan paytingizda nutqingiz 3 bo'lakdan iborat bo'ladi. Birinchisi albatta kirish, bu hook, ya'ni insonning e'tiborini o'ziga jalb qiluvchi narsa. Keyin asosiy qism bo'ladi. Asosiy qismda siz ma'lumot berasiz, odamlarga ta'sir qiluvchi informatsiyani yetkazib berishga harakat qilasiz va o'shalarni barchasiga asos shakllantirasiz. Eng oxirida, ya'ni yakun, bu emotsional yakun bo'lishi kerak. Ya'ni u shunday ta'sir qilishi kerakki, odamlar o'ylanib qolishi kerak. Yo qo'rquvda, yo hayratda yoki kulgu asosida baxtli. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, doim oxirgi yakunimiz insonning emotsiyalariga ta'sir qiladi va siz qaysi emotsiyaga ta'sir qilmoqchi bo'lganligingizni tanlab olishingiz shart. Coca-Cola ichish sizni o'ldiradi. Xo'sh, ushbu narsa mana shunday gap bilan boshlanadigan video albatta sizning e'tiboringizni tortishi ehtimoli yuqori. Chunki deyarli barcha kola ichadi va ushbu hook, ya'ni kola ichsangiz o'lasiz degan gapni eshitishingiz bu sizni e'tiboringizni tortadi. E'tibor tortuvchi narsalar 3 xil bo'ladi odatda. O'ta kulgili narsa, o'ta qo'rqinchli narsa yoki o'ta hayratlanarli narsa. Uchtasidan bittasi orqali boshlashingiz kerak. Siz odamlarning e'tiborini ushlab olsangiz, keyin to'g'ri 20 daqiqadek gacha vaqtingiz bor. Siz ma'lum bir periodически shunday hooklarni olib borsangiz, 20 daqiqacha ularning e'tiborini ushlab turish imkoniyatiga egasiz. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Today, I want to tell you 3 stories from my life. O'zlarimiz student paytimizda debat klublarida qatnashganmiz va bu bizga qanday pozitiv ta'sir qilganligidan xabarimiz bor. Shu sababli Omon Schoolda ham debat klublar bo'ladi. Studentlar turli xil mavzularda, bu ijtimoiy bo'lishi mumkin, iqtisodiy bo'lishi mumkin, shu mavzularda bahslashadi. Bu nimaga yordam beradi? Bu birinchidan o'z fikrini himoya qilishga o'rgatadi. Ikkinchi, ishonch bilan gapiradi. Bilamiz, debat klublarida hakamlar asosiy baribir qarorni hakamlar qiladi va gapiruvchi hakamlarga qanday ta'sir qilishni ham o'ylab boshlaydi. Ya'ni hakamlarning hissiyotlariga qanday urg'u bersak, u bizlarga yaxshiroq baho beradi deb o'rganadi. Hakamlarni kim ekanligi, yoshi, qaysi kasbdan ekanliklarini, farzandi bormi, yo'qmi, shu narsalarga e'tibor bera olsa bola,
Demak, u umumiy jihatdan nutqi yoki kundalik hayotdagi gapirishlari orqali insonlarga ta'sir qilish qobiliyatini ham shakllantira oladi. And we should treat it with the same status. Inson gapirayotgan Thank you. paytida ayniqsa siz judayam muhim va ilmiy narsalarni gapirayotgan bo'lsangiz, That was it. tinglovchilar Thank you very much. sizga bo'lgan e'tiborni yo'qotib qo'yadi. So 15 minutes left. E'tiborni doim ushlab turish uchun biz nimalardan foydalanishimiz kerak? Well, I was Albatta, born. No, hikoyalar, the hazillar va hayratlanarli faktlar bo'lishi mumkin. I had a great Buni story namoyish qilish recently. mumkin, I lekin love telling it odamlar novel, and we aslida should treat it hamma with the narsani same ham status. eshitishni istamaydi. Ular doim telefonga e'tiborini berib qo'yishadi. Yoki yonidagi odam uni e'tiborini tortadi. That was it. By the way, thank you very much. Shu sababli biz doim o'rtada So, ya'ni biz 15 minutes berayotgan left. faktlar, ma'lumotlarni ostida nimalarnidir qo'shib borishimiz kerak. Ken Well, I was born- Robinson No, ushbu the, siz ko'rayotgan videoda u ta'lim haqida gapiradi. I had a great Ta'lim story tushuntirish, recently. ta'limning I love muhimligi telling va it novel, yaratuvchanlikni and we should tushuntirish, treat it with the same judayam status. qiziqarli fakt bo'lmasligi mumkin. Thank you. Lekin u shunday ohangda va shunday ta'sirli qilib uni yetkazib berganki, That was it. u By the way, thank you very much. TED orasida eng ko'p ko'rilgan videolardan birisi. So 15 minutes left. Auditoriya bir kamida Well, I was bir necha born- marta No, the, kulib, oxirida u ketayotgan paytida turgan holatda I had a unga great qarshi story aytadi. recently. Keling, o'sha I love telling it videodan novel, namuna and we should treat it with the ko'raylik, keyin same siz uni status. to'liq versiyasini albatta ko'rib Thank you. ko'rasiz. And we should treat it with the same status. Thank you. That was it, by the way. Thank you very much. So 15 minutes left. Well, I was born. No, the. I had a great story recently. I love telling it novel, and we should treat it with the Umumiy same jihatdan status. TED nutqlarini Thank you. ko'rishni maslahat beraman. O'zim kamida 100 dan ortiq TED nutqlarini ko'rganman. That was it, by the way. Thank you very Sonini much. aytmayman, lekin ancha ko'p. Va men biladigan So, muvaffaqiyatli 15 minutes left. va bilimga, dunyoviy qarashlarni rivojlantirishga qiziqadigan shaxslarning Well, I was born. barchasi TED No, nutqlarini the. ko'radi. Nega? Birinchidan, ularning yetkazib berish qobiliyatlari. I had a great qanday story so'zlardan recently. qo'llayotganligi, I love telling it novel, ularning orator and we should qobiliyatlariga treat it yordam with the beradi. same Lekin status. ikkinchidan ularni ichida Thank you. siz uchun muhim mavzular bor. Insonni motivatsiyaga beruvchi, That was it. o'ylashga Thank you very majbur much. qiluvchi yoki dunyoqarashingizni So, kengaytiruvchi 15 minutes mavzulardan left. foydalaning. Xo'sh, qilinishi kerak bo'lgan loyihalarni ro'yxatini tuzing. Masalan, siz turli xil mavzularda prezentatsiya qilsangiz kerak. Bu maktab o'quvchisi bo'ladigan bo'lsa, bu fanlar bo'lishi mumkin. Katta yoshli shaxs bo'ladigan bo'lsa, o'zini mutaxassisligi bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz yozishni boshlashingiz kerak. Fikrlarni ravon kelishi, so'zlarni to'g'ri tanlash tajriba talab qiladi. Buning uchun yozib borishingiz kerak. Albatta, istasangiz Telegram kanal oching va o'sha yerda fikrlaringizni yozib qo'ying. Bu Telegram kanalni public qilishingiz yoki hammaga ko'rsatishingiz shart emas, xususiy kanal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin doim qayergadir yozib borishingiz kerak. Agar siz elektron narsalardan uzoqroq bo'ladigan bo'lsangiz, albatta siz bu oddiy kundalik olib turib o'sha yerga yozishingiz mumkin. 21-asrda lekin baribir elektron narsalarni maslahat beraman, chunki ular yaxshi saqlanib turadi. Sizning qog'ozingizga qaraganda internet serverlarida turgan narsalarning hozirgi kunda ishonchi yaxshiroq. Shuning uchun turli xil mavzularda aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, o'rgangan ma'lumotlaringiz, o'qigan kitoblaringizdan aniq xulosalarni, qiziqarli fikrlarni qayergadir doim yozib boring. Bu fikrlarni yaxshi yetkazib berishga tajriba hosil qiladi. O'rtaga chiqib gapirish haqida sizga aytganida biz doim hayajonni eslaymiz. Ya'ni deyarli barcha aytadiki, men o'rtaga chiqib gapirishdan hayajonlanaman, qo'rqaman degan narsa bo'ladi. Xo'sh, sizga shunday yangilik bor, hayajon hech qachon yo'qolmaydi. U doim bo'ladi, farqi yo'q. Qanchalik tajriba bo'lishingizdan qat'iy nazar, hayajon bo'lasiz. Faqat uni yengib o'tishni o'rganishingiz kerak. Asosiy hayajon o'zingni noloyiq deb his qilishdan boshlanadi. Lekin shuni yodda saqlashingiz kerak. Siz o'sha yerda chiqib turib nutq so'zlayapsiz va boshqalar eshityapti. Demak, siz shu yerda loyiqsiz. Keling, shu yerda bir narsani eslaymiz. Men shaxsan o'zimni boshimdan kechirgan voqeani aytib bermoqchiman. 2016-yilda Saint Ishton universitetida yangi o'quvchilar
oldida qabul qilish marosimi bo'lyapti. 200 tacha odam bor taxminan va men o'sha yerda nutq gapiryapman. Studentlar, universitet vakillari, ota-onalar. Boshida umuman hayajon yo'q edi va bemalol o'zimni yaxshi his qilyapman. Lekin keyin boshlovchi nutq gapiruvchilarni e'lon qilib boshladi birma-bir. Ya'ni bir necha davlat elchilari bor, ta'lim vazirlari bor, Birlashgan Millatlar Tashkilotidan vazirlar kelyapti va keyin eng oxirida men. Shunda o'zim bilmagan holatda men o'zimni o'sha yerdagi turgan elchilar, vazirlar va xalqaro tashkilot vakillari bilan avtomatik solishtirib yuborganman. O'zi buni ongli ravishda qilmaganman, lekin shu asosda va shunday narsada men hayajon bosib boshladi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun inson o'ziga ozgina bino qo'ygan bo'lishi kerak. Ya'ni siz o'zingizga ishonchingiz o'ta yuqori bo'lishi kerak va boshqalarni hatto mensimay qarashingiz mumkin. Yo'q, buni men boshqa holatlarda qilmang deyayotganim yo'q. Ya'ni sahnaga chiqishdan oldin o'zingizni o'ta qurtoy odam ekanligingizga ishontira olsangiz, umuman hayajon bo'lmaydi. Xo'sh, shu bilan biz o'z prezentatsiyamizni, ya'ni 3-darsning oxiriga kelib qoldik. Omon Schoolda biz nutq qobiliyatini rivojlantirish uchun bir necha reading listlarimiz bor. O'quvchilarimiz, ayniqsa 10-11 sinflar o'quvchilari o'qishi talab qilinadigan kitoblardan sizlarga namuna sifatida keltiryapmiz bu yerda. Ushbu 3 kitob sizni yoki farzandingizni rivojlanishida, nutq so'zlash qobiliyatini oshirishida juda ham katta rol o'ynaydi. Xo'sh, shunday qilib, Omon Schoolning ushbu loyihasini 3-darsini ham yakunlab oldik. Shu yergacha kelgan bo'lsangiz, barchangizga katta rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha.